Assalomu alaykum. Aka uka opa singillar, mana ko'rib turgan avtobusinglar Moskva avtovokzal Kotelniki 4-perondan Toshkent avtovokzal hovliqqa qarab yo'lga olyapti. Kim shunaqa avtobusda ketish istagida bo'lsa, ofitsialniy biletli avtobuslarda bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Akalar ukalar, bizda без последний, без dispetcher. Avtobusimizni qulayliklariga kelganda ichki holatlarida zaryadniy устройстволар bor. Issiq suv, sovuq suvi bor, xolodilniklari bor. Avtobusimiz xudo xolasa 2,5-3 sutkada yetib boradi. 3 ta voditeli bor. Bratlar, dokumentida muammosi bor. Yurtdoshlarimizni ham bez deport, bez zapret olib chiqib ketamiz. Yo'lda rasxoti bo'ladi, dokumenti yo'q akalarni. Akalar, ukalar, так что o'ylamasdan, cho'chimasdan bemalol обращаться qilaverasizlar ko'rib turgan nomerlarga. Bizda официальный reyslar, прямойdan pryamoy reyslar, avtovokzaldan avtovokzal.